Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, qiyomat kuni insonlar tiriladilar. Qiyomat kuni odamlar tiriladilar. Hufatan, uratan, g'urlan dedilar. Hufat degani yalang'och oyoq tiriladilar. Urat degani yalang'och holatda tiriladilar. G'urlan deb turib, xatna qilinmagan holatda tiriladilar. Ya'ni yalang'och holatda tiriladilar. Oysha onamiz darrov so'raydilar: "Ey Rasululloh, erkak va ayollar hammasi yalang'och holatda tirilsa, bir-birlariga ko'zlari tushib g'alati bo'lmaydimi?" Shunda payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Ey Oysha, u kundagi bo'ladigan dahshat bir-birlariga qarab qo'zg'alishni eslaridan chiqarib yuboradi" dedilar. Ya'ni shunaqangi dahshat ichida tiriladilar qiyomat kuni odamlar. Oldidagi erkak kishimi, ayol kishimi, uni ko'rinishi qanaqa, figurasi qanaqa, yalang'ochmi, kiyimmi xayoliga kelmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kuni insonlar yalang'och holatda tiriladilar. Eng birinchi kiyim kiydiriladigan Ibrohim alayhisalom bo'ladilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, undan keyin kushidan keyingi bo'lgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar kiyintiriladi. Kofirlar ham kiyintiriladi. Mushriklar ham kiyintiriladi. O'zlariga yarasha qilgan gunohlaridan to'qilgan kiyimlar kiyintiriladi. Sarobiluhum min qatiron deydi. Qatiron mazot yoki saqich yoki shunday bir sassiq iflos narsalardan qilingan kiyimlar bilan kiyintiriladi ularni. Dunyoda qiladigan yaxshi amalimiz o'zimiz uchun qabrimizda hamroh bo'lish bilan birga qiyomat kuni yalang'och tirilib chiqqanimizda libos qilib kiyintiriladi bizga. Alloh taolo Qur'oni Karimda va libasut taqva zalika xayr dedi. Taqvo libosi u yaxshiroqdir dedi.